Savol. Assalomu alaykum ustoz. Hozir umra yoki hajga borganlar hadiyalik uchun har xil rangli jaynamozlarga bermoqchi bo'lgan odamning ismini yozdirib berdi ekan. Jaynamozlarga ism yozdirsa bo'lamdi? Uni hadiya qilsichu. Javob. Va alaykum assalom. Umuman boshqalarnikiga aralashib tepilmay qolishdan ansirashdak alohida bir zaruriyat bo'lmagan ahvolda jaynamozlarga xat yozish, naqshlash, diqqat tortish va namozdagi xushuga ta'sir yetkazadiganlik shundaqla dastilish jihatdan joiz bo'lmaydi. Musulmon shaxslarning ismlarini yozishmi shundoq. Muboda ismlar Abdulloh yoki Abdurahmon degandek Alloh taoloning ulug' ism sifatlarini, Muhammad yoki Ahmad degandek Allohning rasulining ismlarini o'z ichiga olgan taqdirda dastiladigan va ustida o'ltiradigan jaynamoz va besatlarga undaq ismlarni, shundaqla oyatlarni yozish, naqshlash harom bo'ladi. Chunki Allohning ism sifatlarini, oyatlarini va rasulining ismlarini ulug'lash vojibdir. Jaynamoz va besatlarga ulug' ismlarni yozish bo'lsa, ulug'lashga zid keladi. Ka'ba va haram masjidlar suratlari tushirilgan joynamozlardagi surat ustiga dassash va o'ltirishmi shundoq. Bu kundalik turmushimizda sal qarilib kelayotgan masaladir. Buningga asosan joynamozlarga oyat va Allohning ismini yozib berish, undaq joynamozlarni setish, setib olish va hadiya qilishmi gunohga hamkorlashganlik jihatdan harom bo'ladi. Undaq joynamozlarda namoz o'qishqimi bo'lmaydi. Lekin o'qilgan namoz ado topadi. Oyat va Allohning ismini o'z ichiga olmagan ism va yozmalarni yozish makruhdir. Chunki bu ismlarmi dastalab xorlanadi va namozda diqqatni tortadi.